Hozirgi kunda bizning oldimizga juda ko'p odam jabrlanib kelyapti. Avtokreditdan yoki palonchi mashina purishdan va xalqimiz tanigan o'sha avtokredit, palonchi, pistonchi avtokredit deb reklama qiladigan odamlarning ustidan ko'p jalba qilib kelishadi. Mana shunaqa aldanib qolmaslik uchun sizlarga 3 ta maslahat beramiz. Birinchi maslahatimiz, sizga noldan mashina taklif qilishsa, siz birinchi o'rinda sizga qancha kredit ajratilayotganini biling. Bizda hech qanaqa kredit aralashmaydi. Bizda nasiya savdo, lekin juda ko'p noldan taklif qiladigan avtokreditchilar sizlarga nomingizga 100 millionlik mashina berishadi-da, lekin sizni familiyangizga 150 million kredit olishadi. Bu birinchi hiyla. Aslo bunaqa narsaga yaqinlashmang, chunki aniq jabr ko'rib qolasiz. Ikkinchisi, sizga 10 ming dollar deb mashinani ko'rsatishadi-da, lekin kredit oformlik qilishayotganda 13 ming dollar kreditni nomingizga oformlik qilishadi va sizdan 1000 dollar yoki 500 dollar pul olishadi. O'zlari aslida 3,5 ming dollar bankdan qo'shib olishadi. Buni siz hamma ishni tugatganingizdan keyin 1-2 oydan keyin bilasiz. Grafikni qo'lingizga olganingizda bilasiz. Shuning uchun birinchi grafikni olib, hammasini ipidan ignasigacha o'rganishlaringni maslahat beramiz. Uchinchisi, bozorda 5 ming dollarlik avtomashinangizni ular bo'ldi 6 ming dollarga olaman deyishadi-da, o'zlarini 10 ming dollarlik mashinani 12 ming dollar deb ko'rsatishadi. Siz xursand bo'lasiz, o'zingiz 5 ming dollarlik mashinani mana zo'r qildi, 6 ming dollarga oldi deysiz, lekin siz xarid qiladigan mashinangizni ustiga 2000 AQSh dollari mingan bo'ladi. Buni ham keyin hamma ishlar bitgandan keyin bilasiz va siz bilganingizda kech bo'lgan bo'ladi, orqaga yo'l qolmaydi. Shuning uchun kimdan mashina olishingizdan qat'iy nazar, mandan olasizmi, boshqadan olasizmi, birinchi o'rinda qarzdorlikni, mashinani summasini va oldindan beriladigan mablag'ni aniq qilib olgan yaxshi. Bunaqa foydali ma'lumotlar va arzon mashinalar faqatgina NBNda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etib, bizga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ushbu videoni avtokreditga mashina olgan do'stingizga jo'natib qo'ying.